Hozir biz qaysi bo'limdamiz? Biz terapiya bo'limidamiz hozir, ichki kasalliklar bo'limida. Ha. Hammasida sharoit yaxshi. Hamma sharoitlar yaxshi. Palatalarimiz issiq. Bemorlarimiz yotishib davolanishyapti. Qarang, bu yerda Sharoitlari yaxshi. davolanganlar biladi, oldin qanday bo'lgan. Oldin faqat kurtkada yururlarda. Ha, hozir endi kim kirsa havas qilib issiqligiga rosa e'tibor berilibdi deb Mumkinmi bironta xonaga kirsak bo'ladimi? Mayli, mana bundan xonaga kirishimiz mumkin. Keling. Kishilik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Tuzukmisizlar? Tinchmisizlar? Bu shaharda, boshqa joylarda davolanishni yaxshi ko'rardik. Siz o'zingiz ham davolansangiz bo'larkan-ku. Davolanish uchun sharoit bo'lish kerak, to'g'rimi? Bo'lishi kerak. Yaxshimi? Qanoatlantiryaptimi? Xudoga shukur. Tuzuk o'zimizda ham shunaqa sharoitlar yaxshi. Issiqlik qanaqa? Issiqlik ham yaxshi. Yaxshi. Qalay yotsak, nima qilsak bo'ladigan. Nima e'tirozingiz bor? E'tirozim yo'q. Yaxshi. Dori-darmon qanaqa? Dori-darmon ham yaxshi. O'zlaridan ham berishyapti. Mening ham niyatlarim bor. Bolalarim shu saxovatpesha insonlardan bo'lib, muhtojlariga, ilk mana shunaqa joylariga, hamma joylarga homiylik qilishga tilakdoshman. Doim niyat qilaman. Duolarimda so'rayman shunday farzandlarimni saxovatpesha insonlardan bo'lsin deb. Mana to'ylarimizni ozgina ixchamlasak, qarang, mana shu yerda nechta tadbirkor bo'lgan bo'lsa, bilaman, mana shu nechtasi mana to'y qildi. Yaqinda, hammasi yaqinda to'y qildida, ko'rdik. Lekin to'ylariga mana kattalik qora limuzinlar kelmadi, katta mashinalar kelmadi. Lekin o'shalari puli Akram aka mana shu yerda saqlandi. Xalq foydalanishi uchun nima qilishdi? Yordam berishdida. Saxovatpesha insonlarimiz ko'paysin, haqiqatda tadbirkorlar ko'paysin. Xalq yaxshi yashaydi.